Boboxon akamning uylari o'zimning akamniki. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bolalar. Akalar, Qumarovdan zo'r variant ko'rsamiz. To'g'ri Qumarovdan kirib, bu yoq kommentariydan chiqib ketasizlar. Mashitda bitta 5 sotuvli bitta yaxshi variantimiz chiqdi. Hammamiz bolxonali uchastkada katta bo'lganmiz. Qaranglar, mana to'rga 15 metr bolxonasi bor. Uy ichini ko'ramiz. Chiroyli, juda ham bir zo'r joyga tushibdi. Mana joyiga qaranglar. Bu yerda akalar podvali ham bor. 5 ta xonasi bor, kuxnyasi bor, ozgina pul tiqib yuboradigan joyi, lekin narxiga juda ham yaxshi. Место положения просто zo'r. Qumarov eski mahalla ko'pchilik bilishadi. Xo'p, bu yoqqa kiramiz. Bu mana gostinniy bo'ladi, tegida podvali bo'ladi. Bu yerimiz kuxnya. Bolalar yotoqxonasi bor, kattalar yotoqxonasi bor. Xonalarimiz okalar kichkina emas, katta-katta. Tashqarida shamol aylanadigan joyi bor, sanuzel va yana bitta detskisi. Mana bu toki yana bitta xonamiz. Va ichkarida kichkina kladovkachasi bor. Okalar o'rtada hech qanaqa vositachi yo'q. Prямо shu akamiz nomerlarini qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib, sodasini qilib gaplashsanglar bo'ladi. Diloniy zonasi ham katta ekan. Xullas, место положения Qumarovni o'zida ichkariga ozgina kiriladi. Telefon raqam qoldiramiz. Eslatib o'tamiz, 5 sotuv, 5 ta xona, bolxonasi bor, podvali bor, undan tashqari sanuzel. Uyimizning narxi $85,000. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uchi bolalar hammaga rahmat.